Kechki ovqatimizga tez va oson tayyor bo'ladigan taom tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi tovuq oyoqchalari. Yaxshilab yuvib, tozalab, kerakli joylarini kesib olib tashlaymiz. Keyin marinovka qilamiz. Marinovkamiz yaxshiroq singib, yaxshi maza kirishi uchun oyoqchalarni mana shunaqa tilib kesib chiqamiz ozgina. Shunda ich-ichigacha yaxshilab tuzlari singib maza kiradi. Marinovkaga kerak bo'ladi 2 qoshiq mayonez, 2 qoshiq ketchup, koriander, tuz va paprika. Hammasini bitta idishga solib, yaxshilab aralashtirib, tovuq oyoqchalarini kesib solib, hamma yog'iga yaxshilab ishqalab chiqamiz. Hamma yog'iga birdek kirishi kerak. Keyin ustini yopib 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. 2 soatdan o'tdi. Tayyor bo'lgan marinovanniy oyoqchalarimizni olib, listimizga terib, 180 gradusga 1 soatga duxovkaga qo'yamiz. Tovuqimiz pishguncha biz garnirini tayyorlab olamiz. Tavaga ozgina sariyog' solib, 1 piyolacha mayda makaronimizdan solib qovuramiz. Ketidan yana xuddi shuncha guruch solib, yana ozgina qovurib, ustini yopguncha suv solamiz. Galina Blanco pripravasidan solib, aralashtirib, bitta qaynab chiqqandan keyin qopqog'ini yopib, past olovda guruchimiz pishguncha pishirib olamiz. Shu uslubda garnirni tayyorlasanglar, guruch bilan makaronni dirkillab, dona-dona bo'lib chiqadi. Tovuqimiz ham, garnirimiz ham tayyor. Kechga juda yaxshi hazm bo'ladigan taom. Hammaga yoqimli.